Sen burun irada to'g'riliq gap qilgan eding. Men bu sana ikki yig'iz so'z hadiya qilay. İradini shamol uçurup kelmaydi. Menda bo'lsa, sen ilvolay debmi ololmaysan. Chunki uning ichida adolatning nuri va insonning fazilati chaqnab turadi. İrada. Biz yanıla şu irada üstüden mağlup bulduk. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Birinci numara. Japa çektiniz. Yoldaş Yuşa. Mana bu yoq bizning qahramonimiz Boran Chapqun birinci numara. Yoldaş Yanshoyin bo'ladi. Yaxshimisiz? Birinci numar. Sizning planingiz cesur, yuraklik, qiyin xatarni o'z ichiga olib, mendek peshqadam partiya a'zosidan tark chiqaribdi. Biroq oxirida yanıla vazifani g'alabalik oyoqlashtirdinglar. Sizni tabriklayman. Agar 5-numurning yordamiga tayanmagan bo'lsam, bu vazifani hargiz o'rindayolmaydim. 5. numara. O'qiyadi. Yoldaş Yuşa, onun bilan ko'rsam bo'lamdi. Yiroq desak osmonda, yaqin desak oldimizda. Oma? 2-numur. Mana bu yoq danq pur ketgan 5-numurli xabar yetkazguvchi xodim yo'ldoshlar Yushan. Yoldaş Rüşen. Ben sizden meşhur namınızda köp anlagan, ama özünüzü kömgen edim. Düşman o sizni izledi. Bizning Boran Chapqun 1. numarimiz sizni izledi. Ben Boran Chapqun 1. numar bilan xatar qilib ko'rishib turgan edik. Ammo yuz turani ko'rishib baxmagan. Eng oxirgi chekka kelganda o'zimni tunishtirdi. Shundoq. Düşmanning ichida o'tkazgan bu kunlarda shuncha xatarlik bo'lsa-mu, yana bir tarafdan noyatda xotirjam qildingiz. Yordamsiz vaqtlarda yordamga erishdim. Mana bularning hammasini menga ato qildingiz. Rahmat sizga. İkinci numar. Halqılıq paytda Len Yushan qarang'uliqdan yo'riqlikqa chiqib, men ham Lavliga hamkorlashib, xo'jayinni tutishimizga yordam qildi. Mana bu yoq bexatarlik idorasining Chungchingdagi yarasti xodimlarini tarbiyalaydigan bo'limning mayor general bo'lim boshlig'i Yansing. Maxfiy nomi Xo'jayin. Zamanғы beqib yo'sin bo'la debdikan. Oldinglarda mag'lub bo'ldim. Bo'ysunmay amalim yo'q. Kelinglar. Bana hep chiqinglar. Hop. Bana. Tez bol. Yürü. Biz çıkıp qarab baqayli. Yaxshitirdingizmi? Sizchi? Hamma ishlar ko'rsatmangiz bo'yicha oxirlashdi. Yaxshi qildingiz, Yachin. Siz hozir haqiqiy bir jangchiga aylandingiz. Biz yengdik. Siz xushal bo'lsangiz bo'ladi. Men o'lib ketgan ota-onam va o'g'limni eslab qoldim. Ular oxir u dunyoda xotirjam yotadigan bo'ldi. Shundoq. Yana texi urushda qurbon bo'lgan yo'ldoshlarim bor. Sunsixay, Xavdagam, G'tiyadan. Xotirjam yetinglar. Sizni qayta ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Sizni burun to'xtamasdan o'ylaydim.
o'zimni kontrol qilolmay qolgandim. Nimani o'yladingiz? Agar siz bo'lmasangiz, qandaqmi qilaman? Men sizga cho'qim tirik qaytib kelaman deb va'da bergan. Ruchang, bu yoqqa kel. Stop! Mana bu bizning kichik qahramonimiz. Biz g'alaba qildik. Jinyo, o'rningizni turing. Nim qilganingiz bu? Chang aka. Yo'q, Yan aka. Agar sizning yordamingiz bo'lmagan bo'lsa, biz allaburun Lyudiyalongning qo'l ostida o'lgan bo'lardik. O'lib ketgan akam uchun intiqom olishim mumkin emasdi. Siz Ruchang ishkimizning shafqatchisi. Men sizga rahmat aytaman. Bo'ldi qiling, Jinyo. Men deganimni qildigan odam. Boshqalarning menga rahmat etishni xohlamayman. Men burun sizga va'da bergan. Sizning o'z qo'lingiz bilan Lyudiyalongni o'ldirishingizga yordam beraman degan. To'g'rimi? O'ylab baxmabdi ekanman. Yoching ocham meni va Ruchangni yoshirin qo'g'da aytibdi ekan. U bizga iskilotni qechishga yordam qilib, siz ko'z tutmagan o'rmonlik ichiga yoshirib qo'ydi. O'ylamagan yerdan uzun o'tmay Lyudiyalong bilan Jinbyo keldi. Lavhay, nim bo'ldi? Ha? Hech yo'q aka, shaparankan. Meni bu baqa o'qitibdi. Mayli. Gel yetib ol. Kim? Allah kim? Kim? O'rnidan tur. Sizlar? Shunda, bes. Qandaq? O'zingni aqlliq chaqlaydigan Liu xo'jayin o'ylab baxmagan bo'g'aytdim. Bu zodi qanday ish bo'lib ketdi? Biz burunla Jinbyoning ichimizga haqiqiy ishpiyon ekanligini bilardik. Shu sababdan Chingtang ko'p o'ylab bugungi planni tuzib chiqib, qasddan malning yoshirilgan o'rnini uning aytib bergan. Yana bir vaqtda o'zimizning odamlarimizdan foydalanib bu xabarni qarshi tarafga uqtirdik. Yana seni xaridaring. Iskilotda bizdan mol bo'lganlar, rostlar. Moligizning odamlarimi? Intayin to'g'ri. Ishkinglar o'rindigan ishlar o'zaro talashgan o'yin. Haqiqatan qiziqarli bo'ldi. Liu familik, men sen burunli aytgan. Tangrim seni ko'rib turdi deb. Qisas o'ti oldimda turdi. Sen akamni o'ldirding. Seningcha bu qisasni olsam loyiqmi emasmi? Yo acha, tez o'q chiqiring. Yo acha, tez bo'ling. Yo acha, bularni hammasi Lyudiyalongga majburlab qo'ygan. Yo acha, bir qo'shqinimni kechiring. Yo acha, o'q chiqaman. Yo acha, bir qo'shqinimni kechiring. Men odam emasman. Men o'limga loyiq. Yo acha. Jinbyo, sen degan munofiq. O'z-o'zingga qilding. Akamga xayrlik qildim. Lyudiyalongga yordamlashib, men va Ruchangni o'ldirmoqchi bo'ldim. Yana xalqiliq paytda Lyudiyalongga xayrlik qildim. Sendek nomussiz odamlar bir kun uzun umr ko'rsa, jahon nurga ko'maydi. O'q chiqaman. Yo acha, o'q chiqaman. Ular! Mana shunday qilib, men o'z qo'lim bilan Lyudiyalong bilan Jinbyo degan ikki munofiqni o'ldirdim. Yaxshi-g'o, Jinyo. Sizning bu qisasni elishingizni Yushanning yordamidan ayirib qarg'ila bo'lmaydi. Agar u xo'jayini xabar qilmagan bo'lsa, bugungi ishlar o'zaro talashgan fojiami yuz bermagan bo'ladi. Lyudiyalong bilan Jinbyomi sizning qo'lingizga undab oson tushmagan bo'ladi. Yushan acha, rahmat sizga. Meni unda xijil qilma. Men sizlarga yordam qilganim yo'q. Men uningga xayrlik qildim.
yana sizlarga xayrlik qildi. Men telegrafni xo'jayinga topshirib berib, uni o'limga buyurdim. Biroq halqiliq paytda adolatni yo'qildingiz. Ya'ni o'zingizni qutqizdingiz. Siz xatolashdingiz. Halqiliq paytda u sizni tanladi. Yusha. Mayli siz nimani tanlang. Men yanada sizga ko'p rahmat aytaman. Ya'ni chin ko'nglimdan sizning meni kechirishingizni umid qilaman. Sizdan foydalanishim mening shaxsiy manfaatim uchun emas. Balki adolat va insoniy fazilat uchun. Kim sizni ayblabdi? Men o'zimni ayblayapman. Men iymanda dud. Siz nima desangiz shunga shin deganman. Meni teriktirsangiz, terik deganman. Xayrlik qildisangiz, xayrlik qildi deganman. Men sarang bo'lib qolay dedim. Bu qitim biz yana cho'ng g'alabaga erishdik. 2-numar. 1-numar. Bu qitimki urushni nihoyat chiroyli oyoqlashtirdingiz. Ya'ni shundaq deyishga bo'ladiki, qon to'kmay urush qilgan bo'ldik. Biz hiylagar tulka shpionlar boshlig'i xo'jayinni qo'lga tushirib qolmasdan, balki uning qo'l ostidagilarni bir vaqtda halok qildik. Endi biz qong'idek uxlaydigan bo'ldik. 2-numar. Men bu vazifani ustimga olgandan buyon osti-usti kirpiklarim bir-biri bilan qonug'dek ko'chirish baqmadi. Hozir nimaning uyqu ekanligini bilmaydigan bo'lib qoldi. Vazifa oyoqlashdi. 3 kun orom oling. Meningcha bir hafta qo'yib bersakmi ko'plik qilmaydi. Yana bir ish bor. Nima ish? Tunugun harbiy komiteti sizga aytgan, u burkutli planiga ishlatadigan 2-numurlik virus. Shundoq. Virus 2 yo'lga bo'linibdi. Bir turkumi mening qo'limda, yana bir turkumini jasus shu apandim va aslidagi Yaponiya armiyasi 731-qismning harbiy qo'mondoni Zotung Chungchung to'shibdi. Ha? Doklat boshliq, bu yerda mehmonxonadagi yataqlarning ichini aqtirganda 2-qavatdagi bir maxfiy uyda necha o'nlagan temir sanduqni bayqadik. Temir sanduq? Ichiga nima qachilabdi? Qorong'lik sanduqlarmi ekan? Ustiga yaponcha xat yozilibdimi? Shundaq, sanduq qorong'lik. Ustiga yozilgan xatlar bak g'alit ekan. 2-numurlik virus. Ha. Yur, qarab boqaylik. Boshliq, qani, mana bu yerda. Ocha. To'g'ri. Cho'qim mush sanduqlar bo'lishi mumkin. Echib ko'rib boqaylik. Haqiqatan yana bir turkum viruslar ekan. Aha. Siz yana bir turkum viruslarni cho'ng-cho'ng yo'tkab ketgan degandingiz-ku. Qaraganda xo'jayini vaqtincha fikrini o'zgartib, shu apandim bilan Zotung viruslarni yebinga yetkazgan o'xshaydi. Meningcha, bu ikki odam yuk avtomobilning ichiga yoshirinib olgan bo'lishi mumkin. Kelinglar. Sizlar yuk avtomobilning yeniga berib bu ikki odamni izlab yiqinglar. Topa olsanglar, yolg'iz qolmoq qo'yinglar. Xo'p. 1-numar. Sizning qo'lingizdagi viruslar hozir qayerda? Yachin. Siz jinni bilan jangchilarimizni boshlab, koni skladga berib, hili qilmalni olib kelinglar. Ma'qul. Hey, Chang aka, malni ulab bulab ib kelgan-ku. U sanduqlarning ichiga seriq to'pi qachlab qo'yilgan. Men viruslarni chiqarib, skladning boshqa yeriga yoshirib qo'ygan edim. Ha, mundaqda biz ma'aylik. Ha. Nihoyat yaxshi. Pishqadam razvedchik bo'lganlik uchun ziyon tortmadik-da. Mana bu 2-numurlik virus. Yetkazsak bo'ladi.
Hep meninglar. Bugün keş xo'jayinning iziga tushib yetib ketgan bir turkum mollarni qo'lga tushirdik. Mana bu bo'ron chopqin harakatining muvaffaqiyatli oyoqlashganligini bildirdi. Bugundan boshlab bu harakat qatnashgan barliq yo'ldoshlar maxfiy belgisini amaldan qoldirib, aslidagi qismini qo'llansa bo'ladi. Xo'p. Hozir bizning navbatdagi vazifamiz nihoyatda jiddiy. Shunga vaqtni ching tutib xo'jayinni so'roq tortib, ig'iz ochqizib, tez sur'atda cho'ng-cho'ngda yoshirinib yotgan yerasti jasuslarining kuchlarini tepib chiqishimiz kerak. Navbatda Yebing amdila ozod bo'ldi. Hozirgacha bu yer ancha bexatar emas. Dushmanning harakati bakmi chakdan ishib ketyotdi. Bu xil ahvolga asoslanganda xo'jayinni cho'ng-cho'ngga yolab opirib, so'roq qilishga to'g'ri keldi. Cho'ngchangning bexatarligi haqiqatan Yibangnikidan nechasi yaxshi. Bu tarafı bizga ayon. Biroq uni cho'ngchangga yollab opirish bir cho'ng masala. Yibang bilan cho'ngchangning qatnash yo'li faqat suv transportidan iborat. Hozircha mehmon tashish paraxotiga kelsak, asosiyatdan kichik tipdagi paraxotdan foydalanishga bo'ladi. Hozircha cho'ng tipdagi paraxotdan foydalanib, asirga olgan kishi bilan yollab ep mengishga mas'ul bo'lgan ozodlik armiya jangchisini to'shishga amalsiz. Hammani biraqla do'g'i tikib etsak, agar biror chatoq chiqib qolsa, hamma narsadan biraqla qo'rqib qolamiz. Men bu tarafini o'ylab qoldim. Menimcha bunday bo'lsin. Biz bexatar bo'lish uchun dushmanni qaymoqtirish strategiyasini qo'llanaylik. Tafsiliy harakat mazmuni mundaq. Ataytiganda men yo'ldosh Yusha va yo'ldosh Rushan bilan birlikda kuchli bir guruhni boshlab, xo'jayinni yolg'iz yo'lab 4-pristandan maxfiy holda cho'ng-cho'ng maqdigan tez paraxotga chiqaylik. Yo'ldosh Shongying Yibingni qilib, cho'ng ko'lamlik tantana murosimi o'tkazadi. Esingizda bo'lsin, tantanangiz qancha cho'ng bo'lsa, bexatarligimiz kuchaydi. Tushundim. Ta'kidlaydiganim shuki, xo'jayinni yollab maqdigan ishni biz to'rtimizdan boshqa 5-odamdan bilib qilish qattiq cheklandi. Yo'ldosh Shoying, siz bir necha kun Yibingdagi harbiy komitetga yordamlashib, Dinshaning turishlik o'rni anshunjayni o'tkazilishiga yordamlashib, qo'limizga tushgan 2-numorlik viruslarni bir taraf qiling. Xotirjam bo'ling. Vazifani cho'qim yaxshi o'rindayman. Qani o'ltiringlar. Virus komitetning 3-qavatidagi moliya bilimining ishxonasiga qo'yildik. Maxsus qo'g'dash xodim bor. Bu moliya bilimining ishxonasi 2 ishikdan tarkib topgan. Ichki ishiki odatdagi yog'och ishik, sirtqi ishiki bo'lsa to'mir ishik. Maxsus qo'g'dash xodimida sirtqi ishikning ochqichi bor. Sizning qo'lingizga bu ochqich ishki qismining ochqichi. Shu sababdan ishikinglar bir vaqt ishikni ochsanglar, ondan viruslarni ib chiqalasizlar. Tushundim. Yaxshi. Biz cho'ng-cho'ngda ko'rishaylik. Cho'ng-cho'ngda ko'rishaylik. Yibingdan telegram kelibdi. 5-numar tepib chiqildi. O burkut plani rasmiy boshlandi. Maşını to'xta. Yo'ldosh, salohiyat kinishkingizni chiqaring. Marhamat.
eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shjsalkin.com. Qaytib keldingizmi? Bayatını yuqurunun buyrug'i bo'yicha ikkimiz bir-birimizga moslashib, Yibin harbiy komiteti yo'ldoshlariga yordamlashib, ana shu joyni idora qilmoqchi bo'ldik. Men o'ylashib bo'ldim. Qachon yo'lga chiqamiz? Ata. Hozircha sizning kayfiyatingiz yaxshi emas. Siz o'ylab baqdingizmi? Men mushundaq qilib xo'jayiniga asiylik qildim. O'zimning e'tiqodiga asiylik qildim. Men azaldan asiylik qilishning bundaq oson ekanligini o'ylab baqmabdi ekanman. Men bir er kishi uchun, muhabbat uchun barlig'imga asiylik qilishni o'ylabmi baqmabdi ekanman. Men burun o'zimni tangdasiz qahramon deb hisoblab, Jang Zongtongning rasmiga qarab, o'zimga qasam beratdim. Kompartiyaga qarshi turib, davlatni boshqadan qurib chiqayli degan shiorni ishkilanmay to'laydim. Biroq hozir o'z e'tiqodidan ayrilib qolishning naqadar azob ekanligini bildim. Men o'zimni birdamlik hissiyat ichida yolg'iz, tanho odamga aylanib qolgandek his qildim. Bu xil hissiyat bek qo'rqinchli bo'ladi ekan. Siz izchil e'tiqod va osiylik to'g'riliq so'zlab ketdingiz. Biroq o'ylab baqdingizmi? Haqiqiy e'tiqod zoti nima? Nima demoqchi bo'lganingizni bilmadim. Misol keltiraylik. Bizning kompartiya ichida sadoqat bilan inqilobchilar bor. Ular o'zining e'tiqodi uchun hatto hayotini qurbon qila oladi. Ya'ni zamonning o'zgarishiga ergishib, nomussizlarcha osiylik qiladiganlarmi bor? Bu ikki xil odamning eng chong farqi nima? Ularning orasidagi eng chong farq o'zining e'tiqodiga shaksiz ishonganligida yoki bo'lmasa qarg'ularcha ergishib manganligida. O'z gapimizga kelsak, sizning osonlikcha osiylik qilishingiz e'tiqodingizning haqiqiy emasligida. Gapingizning asosi bor. Amaliyat mana shunday bo'ladi. Dunyo hokimiyatni yoqlaydi. Hokimiyatga erishish uchun o'zining hayotini qurbon qilishga to'g'ri keladi. Mana bu e'tiqod emasmi? Foyda manfaatni qo'llashadigan odam puldan ayrilmaydi. Mana bu bir e'tiqod hisoblandi. Shu sababdan qarniyat odamlardimi o'zi qo'g'daydigan bir narsa bo'ladi. Ya'ni ba'zilar o'zlarining hamma narsasini taqdim qila oladi. Biz bunimi bir e'tiqod deb hisoblaymiz. E'tiqod degan bu so'zning yuksak ma'nosimi yo'q yoki bir ahamiyatimi yo'q. Haqiqiy ahamiyatga ega e'tiqod zoti nima? Agar e'tiqodingiz nurg'un odamlarga baxt, nurg'un odamlarga baxtli kunlarni ato qila olsa, mana bu eng martabalik e'tiqod hisoblandi. Agar sizning e'tiqodingiz faqat o'zingiz yoki bir qism odamlarga manfaat olib kelsa, u cho'qim qisqa vaqt ichida nobud bo'ladi. Mayli qandaqli e'tiqodga ishining cho'qim uni bir vosita orqali amalga oshirishingiz kerak. O'zimizning e'tiqodi uchun biz hayot mamotimizga beqishimiz kerak. Shunga amalga oshirish uchun axloqiy fazilatimizga mos kelish kerak. Agar e'tiqod son-sanoqsiz begunoh odamlarning o'lish badaliga amalga oshsa, xuddi xo'jayin ijro qilmoqchi bo'lgan shafqatsiz obrukti planiga o'xshash bo'lsa, ajaba bundaq e'tiqod boshqalar tarafidan nobud qilinsa, buning bo'lmaydigan nimasi bor? Uningga osiylik qilishning o'ziga tushliq sababi bor. Men sizga yana bir qatim takrorlab qo'yay. Sizning osonlikcha osiylik qilishingiz e'tiqodingizning haqiqiy emasligida. Qaraganda burunqi e'tiqodingiz sizga mos kelmabdi. Biroq hozir o'zimning e'tiqodi bormi yo'qmi bilmayapman. Bu texim qo'rqinchli emasmi? Burun sizni tushunmaydim. Sizga nurg'un hukmlarni chiqarib baqatdim. Biroq keyin his qildimki, sizning ishki qalbingiz bakmi oq ko'ngil ekan. Bir oq ko'ngil odam uning e'tiqodining nima bo'lishidan yoki e'tiqodining bor yo'qligidan qat'iy nazar hech bo'lmaganda yaxshi ishlarni qila oladi.
Shu sababdan men oq ko'ngil odamlarga amroq. Siz menga amroqmi? Albatta, Rostmi? siz bilasiz. Men azaldan yolg'on so'zlamayman. Mushkullarda bu so'z meni eng ta'sirlantirgan so'z bo'ldi. Men bu so'z uchun hammadan voz kechaman. Ishonaman. Siz hali Muhammad voz kechdingiz. Men oxiri tushundim. Men asli muhabbatga e'tiqod qiladigan odam ekanman. Muhabbat uchun xo'jayinimga osiylik qildim. O'tmishimga osiylik qildim. Balkim shundaqdir. Sizning hissiyotingiz pek nozuk. Yana kelib noiti aniq. Rost gapni qilsam, siz mening burunqi so'ygunimga o'xshaysiz. Mijozi hissiyotni bosolmaydigan ziddiyatga to'lgan edi. U men uchun o'zi erishmoqchi bo'lgan borligidan baxtdan voz kechib, inqilob uchun o'zini otib etdi. Shaoliang. Shaoliang. Onun ismi Shaolingmi? O sizdan ayrilib ketdimi? Bir qadimliq vaziyatida meni qo'g'dayman deb uning salohiyati oshkoralanib qoldi. Dushman tarafidan o'ldirildi. Kechirim. Kechirim so'rashingiz hojatsiz. Men uningga yuz kelamayman. Necha yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, bu ish mening ko'nglimni ko'tarilib ketmay, yuragimni bir narsa tatlagandek azoblaydi. Men qasam qilgan. Buningdan keyin hech qanday odamning muhabbatini qabul qilmayman deb. Albatta, boshqalarning men uchun badal to'lashni texmi yoqtirmayman. Necha yildan beri men o'zimning va'dasiga amal qilib keldim. Biroq bu qatim siz qilgan ish necha yilning oldidagi Shaolingga o'xshash bo'lib qoldi. Shunga nima deyishni bilmay qoldim. Yushan. Rahmat sizga. Bu mening tanlash yo'lim. Siz meni qistamidingiz. Shu sababdan menga rahmat aytishingiz hojatsiz. Men sizdan bilib qolishingizni umid qilaman. Agar kunlarning birida siz xatarga yo'liqib qolsangiz, men Shaolingga o'xshash ishni qila olmayman. Bu tarafini amaliyot bilan isbotlab berdingiz. Biroq men hech qanday narsa ato qila olmadim. Mendan og'rinma. Siz hech qanday bir ayol kishiga tava emas. Mayli men yoki Joyachim va yoki boshqalar bo'lsin. Bu tarafini men haqiqiy tushunib yetdim. Siz o'zingizning e'tiqodiga tava. O'zingizga duch kelgan qiyin xatarga tava. Dushmanlaringizga tava. Balkim bu mening taqdirimdir. Men faqat siz bilan birga bo'lsamla, shuningga rozi. Shongi. Bir ishda menga va'da bering. Davering. Bundan keyin meni aldasingizmi? Men bilmay qolay. Bo'lmasa bek azoblanib ketadiganman. Endi sizni hargiz aldamayman. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, ha? Ustoz! Ay, Ruchang, nima bo'ldi? Jiyu Ruchangni elib Chongchangga qaytmoqchi bo'lyapti. Chang aka. Yo'q,
Sho'ngyang aka, bu yerdagi ishlar oyoqlashdi. Ruchang ikkimiz sizlarni avar qilaversak bo'lmaydi. Yana kelib, Liu Tianlong amdil o'ldi. Piristondagi birodarlar boshpanasiz qoldi. Men qilaymaganchilik chiqib qolam degan deb qo'rqyapman. Shung tezroq qaytib bir taraf qilaymikin. Bo'ldi, Ruchang. Yig'lama. Ustozing sana va'da berdi. Cho'ng-cho'ngga basila seni ko'ngli bordi. Rosma? Men seni qacha aldab baqqan. Bu yaxshi bo'ldi. Jinyu, Jahon Rahimsiz. Siz va Ruchang uchun eskartib qo'yay. Hargizmi akangiz Hoji bosgan yo'l besib qolmang. Sho'ngyang aka, xotirjam bo'ling. Men o'ylashib bo'ldim. Qaytib borgandan keyin men hukumatga barliq qurollarni topshirib, Piristondagi birodarlarni yig'ib ishchilar uyushmasini quraman. Qonunga xiloflik qilmayman. Yaxshi-g'o, Jinyu. Rostla odamgarchilikni bildigan odam ekansiz. Mushu gapingiz uchun men xotirjam bo'ldim. Sho'ngyang aka, quruq rahmatni aytib foydasi yo'q. Boshqani aytib yurmang. Men Jinyuning tavallikida biror ishingiz chiqib qolsin, meni chaqirsangiz, jinim ketadigan ish bo'lsa-mu, hargiz kenimga yonmayman. Rahmat. Amis men narsalarimni yig'ishtiray. Ma. Ha. On necha kun Ruchang bilan birga turib, endi ayrildigan chaqda ko'nglim Jahonda oyoqlashmaydigan ziyofat yo'q. Taqdirimizga bitilgan bo'lsa-la, yana ko'rishishga nisib bo'ladi. Johnson yaxshi turdimi? U izchil sargak yotdi. Qizitmisimi asosiyatini yenib qoldi. Yarim soatdan oldida uxlagandi. Yebingda qiladigan nurg'un ishlarimiz bor. Bir necha kun hayal qag'idakmiz. Boy deganlaringiz to'g'ri. Jahonda oxirlashmaydigan ziyofat yo'q. Bo'ron chapqin harakati oxirlashsa, balkim bizmi ayrilib ketishimiz mumkin. Siz degan bir mutaxassis sizni guruhga cho'qim yaxshi xizmatga o'rlashtirdi. Sizchi? Balkim men asliga qism qaytishim mumkin. Men o'ylab bo'ldim. Biz yana ko'rishalamdik. Balkim nima? Patarda ko'rishamasligimiz mumkin. Yo'ldosh Yambingning anglashimcha, mening qo'l ostimdagi qism hozir yig'ilib, janubga qarab yo'lga chiqmoqchi bo'pti. Janubqa? Undaqda demakchi bo'g'ningiz, ikkimiz jahonning ikki tarafida turib ko'rishamaymiz demakchimi? Xotirjam bo'ling. O'lib ketmasam sizning ko'ngilga kelaman. O'lim degan gapni qilma. Siz menga o'lmaysiz. Menga o'lmaysiz. Ma'qul. Demay. Men Chingtangning qo'liga tushib qolgandan keyin kecha bilan kunduzni farq etmay o'tdim. Faqat sizlar meni qutuldirib chiqdingiz. Ota-onam va o'g'limning ziyonkashlikka uchragan xabarini anglagandan keyin bek azoblandi. Biroq yana siz menga izchil hamroh bo'lib keldingiz. Faqat sizlar meni bu azob dengizdan suzib chiqdingiz. Sizlar meni bo'ron chapqin harakatiga qatnashtirdingiz. Men qalbimning cho'nqur qatlamida sizni o'zimning yo'lanchiga deb hisoblab keldim. Biroq hozir siz mendan yiroqlashaman deysiz. Meni bu dunyoga yolg'iz tashlab qo'ymoqchi bo'lyapsiz. Yachin. Siz bilasiz, men degan bir jangchi. Guruhning o'rlashtirishiga bo'ysunishim kerak. Bilaman. Men sizdan og'rinmadim. Men faqat siz yonimda bo'lmasangiz, qandoq bo'lib ketaman deb o'ylab qoldim. Kechiring, Yachin. Tanlashga amalsizman. Yo'ldosh Sho'ngyang, bu yerdagi barliq ishlarni sizga topshirdim. Omon bo'ling. Xotirjam bo'ling boshliq. Siz bilan birga bo'lgan vaqtim qisqa bo'lsa-mu, biroq bizning nishonimiz birla. Biz qarindosh emas, biroq qarindoshlardan ustun turamiz. Yo'ldosh Sho'ngyang,
cho'nchini ko'rishaylik. Ah yo'l bo'lsin. Kemi mangdigan bo'ldi. Mangayli. Ya Cıngacı, meni çokum çoğuncuğuna kögülü verin. Ruhcan. Sen akıllık bala. Seni çokum kögülü barım. Boldu Ruhcan. Yolga çıkaylı. Ya Cıngacı. Emis biz mağdık. Ah yol bolsun. Sizlarga aytib qo'yay. Sizlar yavaşlık bilan o'zgarishinglar kerak. Ilgari qandaq yomon ishlarni qilgan bo'lsanglar, cho'qim partiyamizga mas'uliyatinglarni topshirishinglar kerak. Sen yavaşlık bilan angla. Hozirdan boshlab 6 odam bir guruh bo'lib tog'dan tushadi. Tog'dan tushgandan keyin ana shuncha yig'ilamiz. Anladinglarmi? Yo'lga chiqinglar. Tefsili teşhirullah. Hop. Bu yana gumonlanğanda yer barmı? Nim bo'ldi? Bu yanaqchi nima? Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shjsalkin.com. Nim bo'ldi? Buning uchun nima? Bu degan tam To'g'ri emas. to'g'ri emas. Bu degan mening tavalligimdiki, men bilmay qolamanmi?